Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun yana bir xonadonimiz o'z mijozlarini kutib turibdi. Chunki remontlari tugab, mana sotuvimizga chiqardik. Mana kirib ketishda o'ng qo'lga qaraganimizda mana ajoyib mehmonxona tashkil qilinadi. Mehmonxonamizni vazirlari oldida turib turadi, vazirlar bilan birga. Bu o'zi asl kvartirani 15 kvadrat metr tashkil etadi. Sergeli tumani Endix bozorining ro'parasi. Arenda Turon metrolar. Marhamat, darslikni ko'ramiz. Mana darslikimizda mana shu sanuzelimiz bor. Ajoyib remont bilan remont qilinganda ham ko'rsatish mumkin. Remontlari ham. Keyin kirishimizda mana chap qo'liga agar yuradigan bo'lsak, mana yotoqxonamiz tashkil qilingan. Yotoqxonamiz ham juda ham ajoyib haligi dizaynlar bilan remont qilingan, ko'rishingiz mumkin. Keyin yana mana shu xaridorimizdan chap qo'limizga dars yurganimizda ayollar uchun kerak bo'lgan kuxnyamiz bo'ladi. Oshxona bo'limi. Oshxonamizda mana shu mebellarni ichida shu narxda ichida qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Oxir oshxonamiz ham kichkina emas. Bemalol ustunlarni joylashtirishimiz mumkin. Hovlini olish mumkin.